O'zbek tilida yugurdek bo'ladi. Mana o'zbek tilida qanaqa bo'ladi? Esimga kelib qoldi. O'zbek tilida biz shogird so'zini bittagina shogird bitta anaqaga ishlatib keturamiz. Lekin turklarda shogird so'zi ikkiga bo'linadi. Shu narsani o'zi kommentariyada so'rashdi. Kalfa bilan chiroq farqi nima bo'ladi deb. Kelaylik shuni ko'rib ketamiz. Kalfa nima? Chiroq nima? Chiroq o'zi qayerdan keladi? Ikkalasi ham o'zi shogird ma'nosini beradi. Xo'p, lekin chiroq nima qilib beradi? Chiroq daha ajami, ya'ni daha yangi, endi masalan shogird bo'lib tushgan odam, hali hech narsa bilmaydi, deyarli hech narsa bilmaydi. Endi 2-3 kundan beri yurgan odam shu hali ko'p, masalan, ishni sir asrorini ko'pini bilmagan odam. O'zbek tilida yugurdek bo'ladi. Mana o'zbek tilida qanaqa bo'ladi? Esimga kelib qoldi hozir joyida. Xo'p, endi kalfa qanaqa bo'ladi? Kalfa chiroqdan ancha oldin kelgan. 5-6 oylik staji bordir. O'sha sirlar ishlarni masalan mana bitta o'sha masalan mana buni bo'yash kerak bo'lsa, buni qanaqa bo'yash kerak, qanaqa rang ishlatish kerak, uni bilsa kerak, lekin hali usta darajasiga yetib bormagan bo'ladi. Ular bemalol chiroqlarni boshqara oladi. Tushundira oldimmi? Uni qil, buni qil, mana buni olib kelib ber, mana buni olib kelib ber, mana buni qilishimiz kerak degan joylarda bemalol ish bilganligi uchun o'rgatib ham ketaveradi. Lekin hali usta darajasiga yetib bormagan bo'ladi. Bu chiroqlikdan so'ngra kelgan o'rta saviyadir. Anasi bildim. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, usta, shogird va yugurdekka to'g'ri kelib qolyapti shunda. Sal o'zbek tilida qo'polroq bo'lib qolyapti, lekin jam qo'pol emas. Ya'ni yangi kelgan odammi, yugur qilib yuradigan odam. Chiroq, o'sha ishi yarmidan ko'pini o'rganib qo'ygan odam kalfa va usta, o'sha usta bo'ladi. Tushundira oldimmi? Video menimcha foydali bo'ldi. Nima qilishni bilasizlar? Beni takip etmang, bitta chanalimga tushun bosmang. Unutmang arkadaşlar.